Assalomu alaykum. Hurmatli xaridorlar, yaqinlarim, yaxshi yotib turibdilaringizmi? Mana oxirgi qopimizni, mana bu qopimizni ham esratash, bu ham xalatlar. Shu qopimizni hozir ochamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bugungi ishimiz ham rivojini bersin Alloh. Bu qopimizni ham ochamiz. Hozir sizlarga video obzor qilaman. Ustimdagi ham 6 xil rangi bor. Bu xalatimiz ham XL razmerini kiyganman, menga kattaroq. XL, 2XL, 3XL razmerlar bor. Uzunligi ham juda ham yaxshi. Tizzadan ancha past, to'piqqacha yetadi. Razmerlari juda ham yaxshi, ham kengina, mo'lgina qilib kiyasiz. Ranglari seri rangi bor, pudra rangi bor, baqlajon rangi. Mana yana yangi tovarlarimiz, mana qoplarimizni ochdik. Bularni ham hozir ilib olamiz. Kelaverasizlar. Uyda savdo qilyapman. Kelaveringizlar. Rosa chiroyli tovarlarimiz, hammasi Turkiyadan yangi tovarlarimiz sizlar uchun. Kutaman sizlarni. Allohga omonat sizlar.